Qani oldik bolalar. Oldik. Abduxoliq xotini ketib qolgani uchun ichamiz. Mani oilamni aralashtirmang, tushundingmi? Indamay kayfini qilgan. Abduxoliqqa o'zi xotinsizdan maza qilib yashab yuribdi. Abduxoliq qanaqa yashayotganini bilmadim-ku. Lekin qaydagan bilan kelin maza qilib yashayotgandir. Plos, menga qara. Mani oilamni yana bir marta gapirsang, keyin safar yaxshi ish bo'lmaydi, tushundingmi? Sallanni stollaringga ham. Bobladagi Said. Bobladik. Hozircha karillab gap bermasdan ahvolni qara. Oldik. Hayot aka. Hayot aka. Voy Hayot aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kim? Anu qani? Nima bu muomala? Baqir chaqirib qo'ysa mana uyimga ol. Men sizga anu qani deyapman. Qani yurchi? Qani ichkari kiraylik. Qani ilohim, tinchlik bo'laversin, ha? Xush kelibsiz. Ne baqir chaqirib qo'ysa? Anu qani chaqiring uni. Anuni? Anu kim u? Nozimani aytyapman. Nozima degan. Nozima! Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nozima? Kel o'tirma bu yerda. Chiqib ketma, choy mayli endi, choy ichilar. Mana Nozima. Gapingni gapir. Menga qara. Menga shuni ravo ko'rdingmi? Men ko'chada qanaqa bosh ko'tarib yuraman? Qorning to'q, usting but. Endi meni o'rnimga o'zingiz qo'yib ko'ring. Ichmang desam, har kuni ichib keldingiz. Senga bundan boshqa odam yo'qmidi? Bilasan, eng yaqin akamidi. Kelib shunga ham tegsan bu yerga. Kimga tegishimni o'zim hal qilaman. O'tir. Eshitib qo'y. Hammasi joy-joyida. Tushundingmi? O'ylama shu narsani. Hammasi zo'r ketyapti. Siz uchun yaxshidir. Xotiningiz o'ldi. Tayyor xotinlik bo'ldingiz. Meni o'ylamadingizmi, aka? Qara. Sani ayoling halol. Hali ham sani ayoling. Men sani ayolingni kelinim deb tan olganman, bundan keyin ham kelinim bo'lib qoladi, tushundingmi? Mana ayolim o'lgan bo'lsa, men boshqa uylanmayman. Men ikkita farzandimga hayotimni tikdim qolganman. Bu ayol hali ham sani haloling. Sen o'ylayotgan narsa yo'q oramizda. Sevinch. Bobirjon, ke. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ayoling kelganidan beri shulardan ayrilgani yo'q. Boraveringlar bolalar. Xo'p, otajon. Xo'p bo'ladi. Tinchlikmi Nozima? Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Niye Abduxoliq telefonlariga javob bermayapti? Ichganlar uyda yotibdilar. O'zim ham shunaqa taxmin qilgandim. Siz hech ketyapsiz sumkalaringizni ko'tarib. Ota-onamnikiga ketyapman. Ketganingizning nima foydasi bor? Borganingiz bilan ota-onangizni yuragingiz xas xolos. Charchadim, juda ham charchadim. Ichkiliklari jonimdan o'tib ketyapti. Har kuni shu ahvol. Boshqa yo'l tutishimiz kerak, Nozima. O'zgararmikinlar? Ular o'zgarish uchun hamma narsaga tayyorman. Xo'p. Demak, siz hozir buni qilamiz, men bilan ketasiz. Go'yoki siz menga turmushga chiqqansiz. Aslida unaqa emas. Bolalarim bilan uyda o'tiraverasiz. Eshitgandan keyin bunga og'irroq botadi.
qattiq ta'sir qiladi. Baribir keladi mana oldimga. Mana meni aytdingiz. Chiqing mashinaga yuring. Keling, o'tiring. Qolgan uyda gaplashamiz. Chiqib olavering. Ayolingdan jahling chiqmasin. U senga sodiq, ko'ngling to'qqil. Faqat sen ichkilikdan qaytishing uchun, jamiyatda o'rningni, oilangni yo'qotmasliging uchun rozi bo'ldi. Esingdan chiqarma. Oilani qaytib tiklab bo'lmaydi. Nozima, turing, kiyimlaringizni yig'ishtiring. ko'z yoshim oqar